He, sindoshlarım-ku. Sizlar akamdan-chi. He, bolalar, siz o'msizlar? O'rtoq, qalaysan? Yaxshimisan? Charchayapsizlarmi? Ha, o'rtoq, bormisan o'zi? Telegramdan yozsa ochmaysan, javob ham yozmaysan. Tinchlikmi o'zi? Ha, gapirma. Telegram kirmaydi o'zi bu. Choyxona qachon? Choyxona, o'tiramizmi yo'qmi? Shoxobbi galimi kimmi gali endi o'zi? Hamma og'aylarimga galda borganman-ku. Hozir vaziyatimni tushuntirsam, noto'g'ri tushunib qolmasmikin bolalar? Nimadir qilishim kerak. Men bor uzr bolalar, ish bilan bo'lib kira olmayapti edim. Bahonani qaralaring. Choyxona esingdami? Iye, choyxonami bolalar? Qayerda bo'ti choyxona? Shunga biz ham hayron bo'lib turdik. Sani galing edi. Qayerda qo'ysan? Mani galinmadi. Ha, sani galing. Gruppaga kirsang, ko'rasan spiskani. Uni buni qo'y, oy oxiri 2 kun qolibdi, qayerda o'tiramiz? Bo'ldi bolalar, ertaga qattaligini yetib boraman. Bir maza qilib sindoshlar, o'tirar ekanmiz, xudo xolasa. Alo. Assalomu alaykum tog'a. Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q-yo'q-chi. Ozgina bir hafta 10 kunga qarz kerak bo'lib qoluvdi. O'sha berib turasizmi deb qotgandim. Qarz deysanmi? Ha, ozgina pul kerak bo'lib qoluvdi. Xabaring bor-ku, keyin benzindan olib chiqdim. Hamma pul shaqa ketdi ya. Tushundim sizni. Xijolat bo'lmang, tog'a. Bir avallayman. Mayli, rahmat. Xo'p. O'rtalarim oldida ham yalib qolishim kerak emas. Bir nima qilarman. Aka, Olexga qo'ydi degani arzon berish kerak degani emas-ku. Ishlab turgan hali endi. Prosta pul zarurligi uchun sotyapman. Ko'ruvchini. Rahmat. Bu ham omad. Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Tuzumsan? Xonadonlar tinchmi? Bugun choyxona ekan, sani galing. Qayerda o'tiramiz, xudo xolasa? Bo'ldi, o'rtoq. Chakras choyxonani hal qilyotgandim. Hozir qaysi choyxonaga hal qilib, sirasi hammaga yetib boraman. Gruppaga lagas tashab qo'yaman. Xo'p, o'rtoq. Xo'p. Aka, nomeringizni Olexdan oldim. Xaladilnik bo'yicha qolman. Ha, aka, eshitaman. Aka, buni ko'rinishi yaxshi ekan rasmda. Ishlashi ham yaxshimi? Ha, aka, zo'r ishlaydi. O'zimga qolsa sotmas edim aka. Yaqinda o'z narsa savdoga olib quturgan edim. Prosta ozgina pul zarur joy bo'lib qoldi. Shunga sotyapman aka. Aka, unaqa bo'lsa Telegramdan lokasiya tashlab bering. Men borib olib ketaman. Voy, kunam kech bo'yapti. Kelib qolarmikin ish qilib, ha? Bolalar oldi ish qilib, noto'g'ri bo'lib qolmang. Telefon qilib ko'raychi, vohliroq bozorga ham ulgurardim. Абонент временно недоступен. Voy. Telefonni o'chirib beryapti. Yoshroq bolalar gaplashuvdi o'zi boya. Yana bitta qilib ko'raychi. Абонент временно недоступен. Telefonni o'chirib beryapti-ku. Bolalarga nima deyman? Yo, meni aldab o'yin qildim ekan. Yo, balki telefonni batareyaga o'chib qo'yandir. Ozgina kutib turaychi. Bolalar, nima deymiz? O'rtoq, Tuzumsan? Charchamayapsan? yaxshi kelinglar. O'rtoq, siz o'msan? Bolalar, yaxshi kelinglar. Nima bo'ldi choyxona? Qayerga boramiz? Hali bo'ldimi o'zi? Kech bo'lib ketyapti-yu. Bolalar, sizlar kompyuterda bo'lib turinglar. Hozir bir hisob pul olib kelish kerak edi. O'shani kutib turibman. Pulni olishim bilan ro'zg'or qilib, har doim bir joyda ko'rishamiz. Maylimi bolalar? Sharoiting bunaqaligini nimaga bizga yetmadi? Mana buni sifatiga qarab olalaring. Xo'p, bolalar. Aytgandek xo'jayin, oshxonaga xaladilnik kerak bo'ldi. Shuni olib bersangiz o'tdi. Ha, shunaqa degan. Hozir men Olex qaraychi. Mana bunisi yaxshi ekan. Bu gaplashingchi. Iye. Shoxob o'rtog'im nima? Shogird. Men bu nomerga telefon qilib, mashg'aladingni so'raysan. Prosta ozgina pul zarur joy bo'lib qoldi. Shunga sotyapman aka. Menga qara shogird. Telefoningni o'chirib qo'y. Ertaga yetaman, telefonni yo'qotaman. Xo'jayin, xaladilnikka boraman deb qo'ydim. Men aytganim qil bo'ldi. Men o'zim hal qilaman. Katta bo'lganimizdan keyin Sardor 3-4 do'kon qilib, Sardor hoji bo'lib ketdilar-da, bozorchi. Mohir, arendator. 50 ta mashina chiqarib qo'yib, Mohir boy bo'lib ketdilar-da. Yo, o'rtoq. Bolalar bunaqa emas. Unda begona sira olsin. Menga qaralaring hamma, mashina narsani ollaring, yoshlikni eslab uyda o'tiramiz.
Menga qara, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, biz o'sha eski og'aylarmiz. Shuni unutib qo'yma. Rahmat. Salladagi do'stlarimmi? Boriga shukr. Biror kun yo'q mendan xabar olmading sen. Do'st bo'lib menga hech charchab tolmading sen. Boringga shukr, do'st borliging yaxshi. Do'st bo'lib menga hech charchab tolmading sen. Boringga shukr, do'st borliging yaxshi. Ey do'st, ey do'st. Boringga shukr, do'st borliging yaxshi. Ey do'st, ey do'st. Boringga shukr, do'st borliging yaxshi. Hozir bola tarelga olib kelaman. Haqiqiy do'st boylik emas, lekin hayotingizdagi eng qimmat boylikdir. Chin do'stlar yurakni eng go'zal tubida saqlanishadi. Do'stlarim, borlaringga shukr, borlaringga shukr. Senda qanday biz bilan ey do'st.